Ikki xonali do'mi puliga mazziga mana shu fasadi katta bo'lgan kottejni, yangi qurilgan kottejni ko'rsataman. 4 xonadan iborat bo'ladi. O'zini ikkita sanuzel va darvozaxonadan bemalol mana mashina kiradi. Tepalari yopilgan. O'ng tomonni ko'rishimiz mumkin. Zeleniy zona, o'zini sanuzel tashqarida va kottenisi bor. Chap tomondan uy ichiga kirib ko'rib chiqamiz. Bismillah. Uyga kirishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsa, shunaqa kuxnya qismimiz bo'ladi. Yaxshi o'lchamda, tashqari qaragan oynalari bor, mebellari qilingan, gaz plita, xolodilnik uchun joy qoldirib ketilgan. Uyimiz 100% tupil bo'ldi istiladi. Kirishimiz bilan to'g'ri xonamiz bizani zal qismimiz bo'ladi. Tashqari qaragan oynalari bor. Buni ham o'lchami yaxshi, remontlari yaxshi holatda va yon tomonda uy egalari borligi uchun ko'rsata olmadim. Spalni birinchi va ikkinchi spalnigimiz bo'ladi. Koridordan yurib kelamiz. Oxiri bizani sanuzel. Yaxshi o'lchamda kattagina sanuzel qismimiz bo'ladi. Uyimiz 100% tupil polda isitiladi. 120 kvadratli. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Yangi hayot trassasini ro'parasida, ya'ni Chortoq ro'parasida Qirg'ariq mahallasi yangi trassadan 1 kilometr rovna uyimizgacha chiqdi. 1 kilometr. 2 xona do'mbi puliga, ya'ni $65,000 baholandi. Kelishadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirmay telefon qurasizlar.